aka. Kechirasiz. Alisher Uzoqni bo'laman sizni. Men Zidanman. Zayniddin Zidanman. Onang nimagirlar. Hozir. Assalomu alaykum. Keling. Bir uzr sizda yo'q ekan. Nima yo'q ekan? Soch olaman pulga. Kal ekansiz-ku. Ay qaramanda ham o'sadi. O'sadi, lekin soch o'smaydi. Men ayollarni yomon ko'raman. Nimaga? Chunki ularning sochi bo'ladi. Menda esa yo'q. Men ham shampunda boshimni yuvgim keladi. Siz xavotir olmang, sizga soch ekib beramiz. Bir haftada o'sib chiqadi va umrbod turishiga kafolat beramiz. Shunaqangi uzun sochim bo'lsa, oshig'imdan ko'p sochim bo'lsin, xo'p? Sochimdan ko'p oshig'im, sen bo'lmasang boshqasi, sen bo'lmasang boshqasi. Alo, aya. Men Toshkent satayga keldim. Oldimda deysizmi? Bitta patak kalla bor ekan.